Ko'pchilik akalarimiz so'ragan temir balonlarimiz yetib keldi akalar. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumoti va sifatlari haqida gapirib o'tamiz. Sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan narsalarimiz 7-6 kilo original motoblogimiz va yangi turdagi temir balonimiz bo'ladi akalar. Birinchi bo'lib 7-6 kilo original motoblogimizdan boshlaymiz. Bu 7-6 kilo motoblog hisoblanadi. Yoqilg'i to'ri benzin baklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Filtrlarga e'tibor berasizlar. Filtrlari maslinli filtr bo'ladi. Yurus joyi zavodning orqali bo'ladi akalar. Xo'p, skollarga o'tadigan bo'lsak, skollari oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollari mavjud. O'zining gazlari, o'chirib yoqadigan knopkalari, bezopasность knopkalari bor akalar. Xo'p, bu motoblogimizni komplektini отдельный sanab beramiz. Bitta motoblog, balonlar o'zining baloni emas, отдельный o'zining balonlari bor. Charm 7-6 kilo motoblog, baloni, frezatsiya, dokument kurishlari, orqasida stoykalarigacha qo'shib beriladi komplektiga. Kimdan kim xuddi shunday optim narxda, xuddi shunday 7-6 kilo yoki 17-6 kilo jatga ulangan motoblogdan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, pastda nomerlarimizni qoldiryapmiz akalar. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Endi temir balonimizni ma'lumotiga o'tamiz. Temir balonimiz original qalin materialdan yasalgan bo'ladi. Faqat 7-6 kishiligami degan akalarimiz uchun yo'q akalar. 7-6 kishilikga bas. Bu 17-6 kilo motoblogga ham, 18-6 kilo, 13-6 kilo motoblogga ham tushadi. Sababi buni 4 ta dona vtulkaga qatirib, 4 ta dona bolt orqali vtulkasiga qatirib olasiz aka. Xohlasangiz 7-6 kilo vtulkasiga, xohlasangiz 17-6 kilo vtulkasiga qatirib olishingiz mumkin bo'ladi akalar. Xo'p. Bu temir balon bilan nima ishlar qilaman yoki faqat ayat orasigami va kartoshka ko'ylagan nima degan akalarimiz uchun yo'q aka. Uni kartoshka ko'ylaysiz, ayatingiz orasi, chizingizni tortasiz, puligingizni tortasiz. Nima ishingiz bo'lsa, qo'ldan kelgancha qilsangiz bo'ladi akalar. Kimdan kim xuddi shunday temir balonlarda отдельный holatda xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiryapmiz. Yoki xuddi shunday komplekt holda xarid qilmoqchi bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar akalar. Endilikda Agroservis do'koniga yangi turdagi ana shunday temir balonlar, yangi turdagi ocharlarimiz ham yetib kelgan akalar, agatlarimiz. Mana mikrovkali ochar bo'ladi akalar. Va eng qizig'i akalar, mana hamma qidirib yurgan kartoshka kapatil, kartoshka ko'yladiganlarimiz. Eng qizig'i akalar, o'ziga stoykasi bilan kelgan. Stoykangizga qo'ymaysizda, shunday stoykasini o'zingizga moslab universalni bo'ladi. O'zingizga moslab ishlashingiz mumkin bo'ladi akalar. Kimdan kim xuddi shunday motoblogini yoki kartoshka kapatilni yoki temir balonni o'zini xohlasangiz komplekt holda hammasidan olaman degan akalarimiz uchun pastda nomerlarimiz qoldiryapmiz akalar. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroservis do'koni bo'ladi akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar.